Bugun reklama yoqish jarayonlarini o'rganib chiqamiz. Uning uchun viza kartalarni qo'shib bo'lgandan so'ng tochkani bosamiz, adres menejerga kiramiz. O'sha ochgan akkauntimizni mana bu yerga tushadi, reklamli akkauntimiz. Bunda bossak, yana qolgan akkauntlarimiz ham paydo bo'ladi. Menda juda ham ko'p, sizlarda bitta yoki ikkita bo'ladi. Xo'p. Va reklama yoqish uchun sazzat bosamiz. Bu yoqda hammasini bittama-bitta tushuntirib o'taman. Xo'p. Bu uznavaymiz. Bu yoqda axvat uchun yoqsak bo'ladi, ko'p prosmotr uchun hamda brendimizni prosta tak rivojlanishi uchun. Bunda bu reklamada brendimizni misol uchun Reelsga yoqildi, Reels qayta maksimal darajada ko'p odamga ko'rinadi. O'shaning uchun bu axvat deyiladi. Buni asosan katta brendlarga yoqiladi. Buni tushuntirib o'tdim. Ikkinchisi trafik. Bunda biza obunachilik yig'sak bo'ladi, prosmotrlar ko'paytirsak bo'ladi. Открыть profil Instagram bu reklamalar chiqib keladi-yu, xuddi o'shani mashqdan nastroyka qilsak bo'ladi. Hammasini nastroyka qilib ko'rsataman. Bu darsda biza hammasini tushuntirib chiqaman, nimaga javob berishini. Hamda obunachi yig'sak bo'ladi bu trafik orqali, hamda saytga yo'naltirsak bo'ladi trafikka. Keyingisi bu сообщение. Populyarniy o'zi mana shu 3 tasi bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan. Eng ko'p ishlatiladigan trafik, vовлеченность hamda lead. Shu uchalasini ko'p ishlatiladi. Xo'p, сообщение bilasizlar, directga odamlar yozadi. Directga, messengerga vовлеченный odamlar yo'naltirsak bo'ladi сообщение orqali. Bu lead. Odamlar telefon nomerini qoldiradi. Lead forma. Sayt orqali buni nastroyka qilsa bo'ladi. Facebook o'zini lead formasiga nastroyka qilsa bo'ladi. Bu приложение, bu продажа. Bular juda ham kam ishlatiladi. Bu ikkalasi asosan mana shu 3 tasi ishlatiladi.